Bu videoni ko'rish davomida buni bajarishga harakat qiling. Sizga berilgan link ustiga bosib, bu saytga kirib oling. Bu sayt hech qanaqa registratsiya talab qilmaydi. Shunchaki link ustiga bossangiz, to'g'ridan-to'g'ri saytning o'ziga kirib ketasiz. Endi mana shunaqa oyna ochilgandan keyin random ostida mana shunaqa bo'sh kataklar sizga paydo bo'ladi. Buni o'rniga siz har bir nechiga savol, ko'rsatmalaringiz yoki o'quvchilarning ismini ham yozib chiqishingiz mumkin. Hozir bu sayt afzalligi haqida sizga gapiradigan bo'lsam, agar sizning savollaringiz tayyor bo'lsa yoki o'quvchilaringizni to'liq ro'yxatini siz biladigan bo'lsangiz, hozir o'zida videoni ko'rish davomida bittagina usulni tayyorlab olishingiz mumkin va buni ertaga yoki boshqa kunga siz o'quvchilaringiz bilan amalda qo'llashingiz mumkin. Bu saytda minus tomonini sizga aytadigan bo'lsam, shu har doim minutiga reklama chiqib sizni bezovta qilishi mumkin. endi notebook, elektron doska yoki televizor yo'q bo'lgan ustozlarimiz shu telefonning o'zidan ham foydalanishlari mumkin. Xullas, gapirsam gap ko'p. Buni savollaringizni kiritib bo'lganingizdan keyin embed well degan joyi bor. Mana shu ko'rsatilgan joyga bossangiz, sizga uzun link taqdim etadi va mana shu linkni o'zingizga kopirovat qilib, ya'ni nusxalab olib, o'zingizni shaxsiy biror bir chatingizga saqlab qo'yishingiz kerak va buni aynan ishlatadigan paytingizda xuddi mana shu linkni ustiga bossangiz, siz tayyorlab qo'yilgan tayyorgina metodga sizni olib kiradi.